представляю вам бойца. Боец, сингл, ему 23, рост 175 сантиметров, вес ровно 77 килограммов. И он представляет Ташкентский область Окурхон, Стричача, Мудирхон, Раплин, Шугар. 70 килограммов, и он представляет город Фергана, Стричача, Сикатилхон. Kaçınma Zoya, Zoya, stop ya. Yaxshi. Zoya, nazorat kerak emas deyapti. Zoya, qo'lni ko'tar. Zoya, to'xtama! Давай, Zoya! Zoya, qo'ling ko'tar! Zoya, tutib ol! Xotirjam, tutib ol! Qo'ling ko'tar! Yaxshi! Zoya! Malaka! Zoya! Assalomu alaykum hammaga. Nodirxonni bo'yi nima bo'ldi deb hamma so'rashyapti. Bu bo'yicha batafsil video qilib tushuntirib bersam tushunarliroq bo'ladi menimcha. Ozgina kelishmovchiliklar bo'ldi, ozgina qoida buzilishlar bo'ldi. O'shaning uchun xullas bo'yni yesasida yashimsa deydimi. Biz tushib ketganimizdan keyin uni qo'lini ko'tarishgan, har xil vaziyatlar bo'ldi. Buni hammasini tushuntirib, bir chiroyli qilib aytib beraman sizlarga. Shunaqa gaplar. Ringga tark etamiz. Shoyni ko'tarmaylar, iltimosinglar. Chiqinglar ringdan. Bo'ldi, tamom. Sportchilardan boshqa hamma ringni tark etsin. Yaponiyadagi Pride degan sportchilarga boshqa ketishi mumkin. To'g'rimi? Bu yerda boshqa ketishyapti. Давай, gapni qo'yib qo'yaveradi. Chiqmadi bari yurib nimaga? Maqullik, barchalar chiqmadi. Ahvol so'ngdagi nima qiladi?